Bo'zakcha oldim dedingiz, lekin qaytib buni ko'rsatmadingiz-ku, qarayapsizmi deyotganlar uchun maxsus video. Bo'zagimiz katta bo'lyapti. Bunga asosan ayam qarayapti. 5-6 kun avvalgi quyoshga ishonib, molxonaga qoqilgan salafanlarni yig'ishtirib yoruvdik. Oldinda bizni 6 gradus sovuq kutyapti-kan. Meni nazarimda molimiz soqqa tekkanga o'xshayapti. Bilganlar yozvoringlar, bo'zakchaga sovuq emasmi? Yo 1-2 kunga bo'lsa ham salafanni qayta qoqib qo'ysakmikin? Bo'zakchamiz deb gapirsam, ba'zilar buzoq deb to'g'rilab qo'yishadi. To'g'ri, buzoq deyiladi, lekin men o'z shevamda gapiraman. Yana ba'zilar logopedga boring, bo'qogingiz bor ekan, davolaning deb ham qo'yishadi. Bizning madaniyat qishlog'imizda so'zlar boshqacha, lekin ayrimlari xolos. Masalan, bo'zak deb faqat biz aytmaymiz, Andijon shaharida ham shunaqa deyishadi, bo'zak deyishadi. Kommentariyamga so'zlarimni o'nglab yozadiganlar endi foydasi yo'q. Til allaqachon o'rganib bo'lgan, sizlar endi ko'nikishinglarga to'g'ri keladi. So'zlarim tugab qoldi, lekin video hali ham tugamadi. Oxirgi payt azushka yozish ozgina qiyin bo'lib qolgan. Chunki nima mavzuda gapirishni bilmay qolaman. Fikringlar bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar. Shu yatsam bitta qo'shnimiz chiquvdi, televizorimizni bolalar o'ynab bir narsa qilib qo'yibdi, ko'rinmayapti, shuni ko'rib ber deb. Idish yuvib olib chiqaman dedim, esimdan chiqib qolibdi. Endi hozir mana chiqib ketyapman. O'zi televizorda zo'r tushunib olmayman, lekin biror narsa bo'lib qolgan bo'lsa, astoydil o'tirib kavlasam, topib olaman, to'g'rilab olaman. Ko'pchilik menga yozadi, qishloqdagi mahallalarda, ko'chalarda ko'rsating deb. Hozir ko'chaga chiqqanimdan foydalanib, sizlarga mahallamni ko'rsataman. Esa zo'r bo'lib quyosh chiqyapti, qorlar eriyapti bizda. Men hozir bu yoqqa kiraman. Litseyda o'qib yurgan paytimda, ya'ni shu 17-18 yoshlarimda eng yaqin o'rtog'im bo'lar edi, Laylo degan. Bitirganimizdan keyin aloqalarimiz uzilib ketgan va blog yuritishni boshlaganimdan beri, ya'ni shu Instagramga chiqqanimdan beri juda ham ko'p yo'qotib qo'ygan o'rtoqlarim, tanishlarim yozishdi, ular bilan aloqa qayta tiklandi. O'sha Laylo degan o'rtog'im ham yozdi. Hozir u Koreyada ekan. Shu yerda profilini atmetka qildim. Yaqindan beri blogini yuritishni boshlabdi. Agar sizga Koreya hayoti qiziq bo'lsa, o'rtog'im profiliga obuna bo'ling. U har kunlik mini vlog videolar ham chiqarib boradi. Ya'ni Koreyada ertalabdan kechgacha kuni qanaqa o'tadi, o'qishi, ishlashi,
hammasini ko'rsatib boradi. Yashil. qarang Doni o'zi, Doni qara sen o'zing. Ayam men o'zim. Seni ham hali ko'rsatmadim. Ana. Oho. Просто Ketma-ket yomg'ir va qordan keyin nihoyat quyosh charaqlab chiqdi. Men ham nagrevatel tagidan chiqib biroz ish qilay dedim. Ishoninglar, sovuqqa yo'qman, to'nglab qolaman, kamiga gaz yo'q, tok past, uyam isimadi. Men ham o'ranib yotardim. Kecha ham quyosh chiqqanida, lekin qor borligi uchun sovuq bo'ldi. Bugun ham ozgina qor bor, lekin kechagidan issiq. Xullas umuman sovqotmadim. Qordan avval uydagilar tomni tozalashgan ekan, ya'ni tomni shupirib, axlatini pastga tushirishgan va yig'ishtirib ulgurmasdan yomg'ir, qor yog'ib borgan. Shu bilan barglar qor yomg'ir tagida qolib ketuvdi. Bugun endi shularni tozalab yig'ishtirib qo'ydim. Esinglardami, 4 ta tuvayda gulim bor edi. Uyga issiqqinaga olib kirsam ham, eshikka olib chiqsam ham baribir qurib ketdi. Endi yana boshidan boshlaymiz. Shu shupirayotgan joylarimga har xil qilib ekib, chiroyli manzara qilmoqchiman. Obunachi qizlarimga menda bitta taklif bor. Yaqinda qir adirlar go'zallashadi. Shu paytda o'rtacha 15 ta qiz yig'ilib o'tirish deydimi, piknik deydimi, xullas shuna qilsak nima deysizlar? O'tgan yil ham aytganman bu haqida, lekin harakat qilmadim. Bu yil agar qiladigan bo'lsam, keladiganlar kommentariyaga yozinglarchi, shunga qarab harakatlanaman. Bugun menda kir yuvish kuni, sushilkam sinib qolib, qor yomg'ir payti yuvolmagan edim. Bugun ham o'ta go'zal quyosh chiqyapti. Bundan foydalanib kirlarni tugatib yuborish kerak. Yaqinda o'zimga yangi parashok gellar olgan edim. Bugun shulardan ham foydalanib ko'raman. Atir umuman ishlatmayman, chunki o'tkir hid boshimga sirazi og'riq kirgizadi, lekin original parashoklar yordamida atirsiz ham kiyimlaringiz orqali yoqimli hidni saqlab qolsangiz bo'ladi. Antabax firmasini kir yuvish mahsulotlaridan ilk marta foydalanishim, lekin 15 kundan beri tish cho'tkasini ishlatyapman. Ishoninglar, shunaqa zo'r, shu yoshimgacha hech qaysi pastani yoqimli hidi bunaqa uzoq turmagan, eng bezarar, shu bilan eng foydali pasta qatoriga kiritdim. Idish gellari ham eko halol sertifikatiga ega ekan, ximikatsiz tabiiy vosita, tarkibida vitamin E bor. Perchatkasiz ishlatsangiz ham allergiya bermaydi. Siz bu mahsulotlarni istalgan parfumeriya do'konlaridan yoki marketlardan topsangiz bo'ladi. Bilasizlar, ko'p narsani avval o'zim ishlataman, keyin sizlarga tavsiya qilaman. Antabax mahsulotlaridan albatta foydalanib ko'ringlar. o'ziga tushoradi, ha piyalani onasi bo'lmaydi. Shlankalarni Endi chiqib Eshikdagi ishlarimni tugatib, ozgina dam olay deb uyga shundoq kirsam, sizlarga atab qo'ygan pullarim sochilib yotibdi-yu. To'g'ri eshitdinglar o'rtoqlar, bu pullar aynan sizniki. Ya'ni men uzoq kutilgan gift konkursimga nihoyat start berdim.
5 ta qizga 100 ming so'mdan, 10 ta qizga 200 ming so'mdan va yana 10 ta qizga 300 ming so'mdan jami hisobda 30 taga yaqin qizlar pul yutuqlarini yutib olishi mumkin. Shartimizni bajarishga 1 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Ya'ni men obuna bo'lgan mana shu homiylarga obuna bo'lib chiqasiz. Ushbu videoni 10 ta do'stingizga jo'natib qo'yasiz va kommentariyaga bir martagina bayramga xayrlik deb yozib qoldirasiz. Hayit ayyomiga ushbu pul yutuqlari sizga nasib qilishi mumkin. Hoziroq shartlarni bajarib oling. Ertadan pul yutuqlarini o'ynashni boshlaymiz. Efir vaqtini istoriyada aytib boraman. Hammaga omad. Bugun uyda ayam yo'q, bo'zakchaga men qarayman. Birinchi tagini yaxshilab tozalab qo'yib, o'tgan yili yulib quritgan o'tlardan oldiga tashab qo'ydim. Keyin qizlarni bog'chaga jo'natib, uydagi ishlarni ham boshlab bordim. Ayam sut-qatiq biznesiga qiziqib qolgan, uyda bekor o'tirmay deb boshlab oluvdi. Bugun endi ayam yo'q, separator qilish ham bizga qoldi. O'zim qilib qo'ya qolaman deb harakatni boshlasam, bitta kuluvchi yo'qda, topa olmay asabim buzilib, shartta yig'ishtirib kirdi boshlab bordim. Sutni bo'lsa qaynatib, qatiq yutib qo'ydik. Har safar shu sutni qaynatishga qo'yganimizda esimizdan chiqib ketib qolib, qaynab toshib ketadi va konforkani xuddi bir oydan beri yuvilmayotganday holatga keltirib qo'yadi. Shuni oldindan aytib ogohlantirib qo'yishimga qaramasdan, hozir konforkamni ko'rsatganimda baribir negativ topiladi. Lekin menga umuman farqi yo'q. Nima deb yozsanglar yozaveringlar, tanimagan odamlarimni men haqimdagi negativ fikrlari kayfiyatimni buzolmaydi. Xullas, qishloqdagi qizlar abedgacha bo'lgan vaqti shunaqa o'tdi. Sizga qishloq hayotidan aynan nimalar qiziq? Bu haqida kommentariyaga yozib keting. Keyingi safar shu narsani video qilib chiqarishga harakat qilaman. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qishloqdagi qizlarda eng sevimli mashg'ulotlaridan biri kitob o'qish. Ko'pgina kitoblarim bo'lishiga qaramasdan, nimagadir shu vaqtgacha kitob javon qilmagan ekanman va men bu xatoni to'g'rilab, yaqinda 750 mingga shu javonni tayyorlatdim. Endi sizlar bilan birgalikda bu yoqqa kitoblarimni joylashtiramiz. Kitobga muhabbat yoshligimdan bo'lgan, lekin kitob sotib olmasdim, maktab darsligi bilan cheklanganman. Ilk marta Eski shahardagi Bobur kutubxonasiga kirib, esimda hali ham Iblis saltanati degan kitobni boshlab, nahotakam kun bo'yi yemay ichmay 300 barodan oshiq kitobni tugatganman. Bu kitob 3 qismdan iborat bo'lgan. 3 qismli kitobni men 2 kun o'qiganman. Shundan keyin kitoblar sotib olib, ko'paytirishni boshladim. Kitoblarim borasida ozgina qizg'anchiman. Kimdir o'qishga olsa, to qayta olib kelmaguncha fikr hayolim shunda bo'ladi. Buni xuddiki kimgadir qarz berasiz-u, qayta berishini kutasiz, shunga o'xshatish mumkin. Siz qanaqa kitoblar o'qigansiz va hozirda qo'lingizda nechta kitobingiz bor? Bu menga juda ham qiziq. Albatta kommentariyaga bu haqida yozib ketinglar. Bugun hovlidagi otquloqlardan terib, yopirmoq qilib ko'rsataman sizlarga. Otquloq va yopirmoq so'zi menimcha faqat madaniyat shevada, qolgan joylarda nima deb ataladi bilmayman, chunki madaniyatdan tashqari joyda otquloq desam nima u deyishadi. Video oxirida yopirmoqni ko'ring qanaqa bo'lishini va bu narsa sizlarda nima deyiladi kommentariyaga albatta yozib keting. Biz yoshligimizda bahor kelishi bilan, ya'ni yerga otquloq ko'katlari chiqishi bilan vitamin bo'ladi deb deyarli har kuni piyoz, tuxum, otquloqdan qo'g'irib yerdik. Mazasi ham zo'r, ham foydali. Dadam onasi, ya'ni opam, opa deymiz biz uni, opani bo'lsa opacha deymiz. Xullas shu opam bizni maktabdan kelishimizga qo'g'irib tayyor qilib qo'yar edi. Biz bo'lsa mazza qilib yeb olardik. Avval agaratimizdan paqirlab terar edik otquloqlarni, lekin hozir ko'rganinglardek laganda chiqdi xolos. Vaqt o'tgani sari foydali, tabiiy narsalar yo'qolib ketyapti. Agaratimizdan faqat yomg'ir yoqqanda sug'orilyapti xolos, ariqqa suvlar kelmay qo'ygan. Shu bilan yopirmoq tayyor, xamir oshib qolgan edi, o'zini qo'g'irib qo'ydim.
Loyqa bo'lsa ham bor ekan-u suvi. 1 yil bo'luvdi aralarda suv ko'rmaganimga ham. Dadam kecha kartoshka ekkan edi огородga, shuni endi sug'oryapti. Bilasizlar, meni ikkita opam bor. Biri 33 yoshda va uni hozirgi eng katta orzularidan biri Koreyaga o'qish va ish uchun borish. Oraylarda shunaqa niyat bilan yurgan yigitlar yoki qizlar bo'lsa, men sizlarga Andijondagi 100% ishonchli bo'lgan konsalting firma haqida ma'lumot berish uchun Lenskiy ko'chaga Koreya Proga keldim. 23 yoshdan 36 yoshgacha bo'lganlar bemalol ushbu xizmatdan foydalansa bo'lar ekan. Viza chiqish ehtimoli 95% va sizdan hech qanday til sertifikati so'ralmaydi. Koreya ta'lim tizimida 6 oy o'qib, 6 oy dam olar ekan, o'qish kuni bo'lsa haftada 2 kun. Qolgan vaqtingizni ishga yoki sayohatga sarflasangiz bo'ladi. Qabul ochilgan, videoda ko'rgan zahotingiz qoldirilgan nomerga telefon qilib va yoki ofisga tashrif buyurib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Koreya Pro orqali ko'plab yigit-qizlar hozirda Koreyada o'qib, ishlab yuribdi. Natijalar Instagram profiliga joylangan. Aniq manzil Andijon Lenskiy ko'chada Usturk kafesidan o'tgandagi binoda 3-qavatida bemalol kela olasiz. Andijonda premium raddomda farzandli bo'lish nech pulga tushadi? Keling bugun shuni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Andijon Chorguzarda yangi ochilgan Smile Baby tug'ruq markaziga keldim. Bu yerda nafaqat tug'ruqlar amalga oshiriladi, ginekolog qabuli, UZI tekshiruvi, to'liq tibbiy ko'rik mavjud. Men o'zi aynan shu narsa uchun kelganidim. Birinchi ginekolog ko'rigiga kirdim. Narxi 120 mingdan 150 minggacha. UZI ko'rigi bo'lsa 80 mingdan 180 minggacha. Men tibbiy ko'riklar uchun avval ko'p joyda bo'lganman, lekin bu yerdagidek xushmuomala xodimlarni birinchi ko'rishim. Keling endi tug'ruq haqida ma'lumot beray. Smile Baby'da bir paytda 7 ta tug'ruq amalga oshiriladi. Bir kunda bo'lsa 23 tadan 25 tagacha. 5 ta rotzal, 2 ta operatsionni bor. Bir kishilik palatadan 68 ta, undan 64 tasi lyuks, 4 tasi VIP. Tabiiy tug'ruq narxi 2 million 980 ming. Narx ichida onaga beriladi. Tug'ruq xalati, tapichka, pampers, tug'ruq vaqtida bo'lsa novvot choy, yogurt yoki tabiiy mevalar bilan siylanasiz. Chakalogimiz uchun bo'lsa kiyimcha, plyonka, adyal, pampers, nam salfetka, metrga va 2 martalik emlash ham narx ichida bo'ladi. Mazami shunda o'zingiz ortiqcha narsalarsiz kelasiz va tug'ib keta olasiz. Keling endi tug'ruqdan keyingi holat, ya'ni palatalar haqida aytay. Lyuks palata bir kunga 380 ming. Ko'ring, bamisoli sanatoriya, 4 mahal issiq ovqat beriladi. Sizga qarab yotadigan odam uchun bepul yotoq, konditsioner, Wi-Fi, televizordan tortib tefal, xushbo'y choylargacha bor. Dushda bo'lsa fen, toza xalat va sochiqlar bo'ladi. Sizga agar hamshira kerak bo'lsa, baqirib o'tirmaysiz yoki zalda uni istab yurmaysiz, shu narsani ishga tushirasiz, yetib kelishadi. Ovqatlanishingiz ham biram qulay, yotgan joyingizdan divan o'zi sizni o'tkazib qo'yadi va oldingizga ovqatlanish stolingiz keladi. Qisqa xulosamni aytsam, Smile Baby tug'ruq uchun eng to'g'ri tanlov. Va yana obuna bo'lib kelganlarga ko'rik uchun chegirma hamda sovg'asi ham bor. Ani bilaman, siz bu taomni yeb ko'rmagansiz, chunki storiyaga qo'yganimda kuzatuvchilarda 90% nima u deyishdi. Attiga 3 tagina mahsulotdan piyoz, otquloq ko'kati va tuxumdan tez tayyor bo'ladigan bahor uchun vitaminli taom. Agar kartoshka qo'shadigan bo'lsangiz, yana ham mazali bo'ladi. Buni nomini bilmayman va boshqalardan ham bu haqida eshitmaganman. Shuning uchun keling siz bilan bu ovqatga nom qo'yamiz. Nima deb atasa bo'ladi? Xayolingizga kelganini kommentariyaga yozib keting. Piyoz bilan kartoshkani endi qovurishni boshlaganimda uyga mehmon kelib qolib, ular bilan chalg'ib qoldim va qaytib kelganimda shu ahvol. Mahsulotlar yubka to'rg'algani sabab ozgina qovursa yetar edi o'zi. Dadammi onasi, ya'ni opam yoshligimizda uyda produktda qolmay qolgan paytda shundan tayyorlab berar edi, faqat u tuxumsiz variant edi. Har safar bir tarelkagina qilaman deyman, ko'payib ketadi. Endi kommentariyaga yozingchi, bu birinchi ko'rishingizmi yoki avval yeb ko'rganmisiz?
Bugundan sizlar bilan ushbu xonani remontini boshlaymiz. Devordagi barmoq izlari va chizilgan ruchkalarni ko'rib, ko'pchilik remont qilib tashlashing shartda deyishuvdi va sirazi men ham harakatni boshlab yubordim. Doimgidek birinchi ish xonani bo'shatish. Keyin yana ba'zilar yozibdi, uyni buzamiz dudizu deb, bu taraf buzilmaydi. O'zimizga ham o'tirgan uy qolish kerak, to'g'rimi? Hozircha darvoza tomondagi uylar va men o'tirgan uy buziladi. Bu gal remontni men bitta o'zim boshlamadim. Opacham va ukam ham bor, ya'ni tezda bitadi. Qishda o'tin ko'mir ko'p yoqqanimiz va yosh bolalar bilan shu xonada ko'pchilik bo'lib o'tirganimiz uchun juda ham yomon bo'lib ketganida, ayniqsa poloslar, ularni ham yuvdirishga berib yuboraman va yangi parda ilmoqchiman. O'tgan yilgi remont esinglardami, seri rang qilaman deb uni topolmasdan och havo rang qilib yuborgan edim. Bu gal endi qora rang topdik va endi bemalol seri chiqara olamiz. Ya'ni bu xonani rangini shu seri kul rang qilmoqchimiz. Devorni chekkalarini, ya'ni vaylik kirmaydigan joyini men kichkina shotkada bo'yab chiqdim. Opacham asosiy joylarni bo'yadi. Bilasiz, butun boshli remont videosi bitta reelsga sig'maydi. Ikkinchi qismini kechga joylayman. Ungacha siz bu videoga like bosib, meni xursand qilib turinglar. Bu yil birinchi marta bo'layishim. Remontimiz davom etadi o'rtoqlar. Demak, avvalgi videoda devorni vadmisonnisini boshlagan edik. Bugungi videoda bo'lsa hamma bo'yoq ishlarini tugatamiz. Vadmisonniyni qo'yib qilganimiz uchun devorlardagi nuqsonlarni bittada yopib berdi, lekin baribir biz ikki slov yurdik, yana ham tiniqroq chiqish uchun. Boshida bu rang menga umuman yoqmadi. Uyda qandaydir qorong'i qilib bo'g'ib qo'yayotganga o'xshadi, lekin qurishni boshlagandan keyin sekin ochildi. O'tgan yilgi remontim esinglardami? 5-6 qism bo'lib, rosa cho'zilib ketgan edi, taxminan 1-1,5 oy davom etgan. Bu safargi remontda opam, ukamlar ham ishtirok etib, ya'ni bir o'zim bo'lmaganim, oilaviy qilganimiz uchun 1-2 kunda ayla tugagan. Faqat men videolarda montaj qilishga ulgurmasdan qo'yilmay qolib ketdi. Hozir bu ikkinchi qism, bundan keyin oxirgi video qo'yiladi, ya'ni uyda tayyor holatda shunaqa ochildi uy. Yangi gilam soldik, bolalarning qo'lini izi chiqqan devordan asar ham yo'q. Xullas natijani keyingi videoda ko'rasizlar. U video tezroq chiqishi uchun bo'lsa, bunisiga like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yish esdan chiqmasin. Qishloqdagi qizlar remontlarni qilvorsa ham, eshigini ko'chadan boshlab hovlini oxirigacha bir engishganda shupursa ham beli og'rimaydi. Nimaga? Chunki menda ortopedik matras bor. Ko'pchiligingizga ma'lum, buni men o'tgan yil olganman va olganimdan beri biron joy qilt etmadi, yangiday turibdi va endi menda bosh og'rig'i, qiysha yotib qo'yibman deb bo'yinda ushab yurish kabi muammolar ham bo'lmaydi, chunki men ortopedik bolish ham oldim. Ikkisi ham shaxmatrasdan. Avval ular faqat dastavkaga ishlagan, endilikda Namanganda katta qilib showroom ochishdi. Kelib matras bolishlarda yotib, sakrab ko'rib olaverasizlar. Bu yostiqni ko'ringlar, lateks bosh shaklingizga moslashgani hisobiga mazza qilib uxlaysiz. Premium sifatdagi bu matraslarni O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi, sifati a'lo. Davleniyasi bor, yaxshi uxlolmaydiganlar uchun shu lavanda bolishdan ham olib kelib qo'yishibdi. Hidi shunaqa yoqimli, buni choyi ham bor ekan, asabni tinchlantiradi. Showroomga kelsangiz, matraslarning tarkibi nimadan iborat, qanaqa prujinalar ishlatiladi, hammasi haqida bilib ketasizlar. Xaridorlar uchun shunaqa original atirlar bonusga qo'shib berishadi. Manzil Namangan shahar, Do'stlik bozori yonida Mo'njal Subhospital. Aloqa uchun shu yerda nomeram qoldirdim, bemalol kelaverasizlar. Bugun sizlar bilan birgalashib bo'zakchamga o't yulamiz. Bilasizlar, har safar o'tni perchatkasiz yular edim. Bu safar kiymasam aslo iloji yo'q, chunki kecha tirnog'imni chiska qildirib, xina qo'ydirganman. Har safar qo'llarimga mehr berganimda chiroyli bo'lib qoladi-da, keyin aytaman, bo'ldi endi doim shunaqa qilib o'zimga qarab yuraman deyman. 10-15 kundan keyin qayta borish payti kelganda esimdan chiqib qoladi. Shu taraflarda o'tini yulishga doim cho'chib turaman, chunki bir-biridan qo'rqinchli shunaqa hasharotlar bor. Mayli, endi tezdagina yulib o'tib ketaman desam, yerlar ancha qatib qopti. Yarim soatda yulib qo'ysa bo'ladigan joyga salkam 1 soat sarfladim. Shunchalik qvormasdan ozgina payt yulsangiz bo'lmaydimi deyishinglar mumkin, lekin men buncha qilib atay o'stirdim. Bir yulganda ko'pgina bo'lsin deb o'tgan yili ham shunaqa qilib anchagina o't to'plab quritib qo'yganman va endi mana bo'zakchamiz mazza qilib yeyapti. Odamlar molini qonini to'ydirgani dalalarga olib chiqadi, yo'l bosib, bizda bo'lsa uyimizda tayyor. Kecha charchab qolib, choy ichmasdan uxlagan edim. Uyg'onsam shunaqa qornim ochib ketibdi. Bugunga shu joygina yetadi, qolgani endi ertaga. Hali yulinish kerak bo'lgan joylar juda ham ko'p. Agar sizga bu rubrika yoqqan bo'lsa, like bosib o'tib ketish esdan chiqmasin.
O't yulgan videoyizdan keyin sizga obuna bo'ldim, tezroq davomini qo'ying deyotganlar, mana sizlarga ertalabdan motivatsiya bo'lsin. Auditoriyam asosan o'zimga o'xshagan qishloqdan, chekkaroq tumanlardan bo'lgani uchun ularga shunaqa o't yulgan, uborka qilgan, mol holga qaragan kontentlarim yoqadi. Shu bilan bir qatorda so'rab ketay, siz meni qayerdan turib kuzatasiz, qishloqdan yoki shahardan? Bugun parnik atrofini polni yulib tugatmoqchi edim, lekin yerlar ancha qatib qopti, hattoki ko'p joyini o'roq bilan oldim. Ba'zilar yozibdi, molni o'zini shu yoqqa boylab qo'ying, u o'ziga keragini yeb oladi, yulib vaqt ketkazib o'tirmaysiz debdi. Bo'zagimiz hali kichkina, ho'l o'tdi, shundoqligicha berib bo'lmaydi. Men bu o'tlarni yulib, obdon quritib, hashak holiga keltirib turib, keyin beraman. Video 1 minutli, lekin bu yerda men salkam 1 soat ishladim. Bugun ish sal qiyinroq bo'ldi, hattoki perchatkalarim yirtilib ketdi, lekin oxirida ishni tugatib, bir ortizga qarab qo'yib, ko'rgan manzarangiz mashaqqatingizni unuttiradi, to'g'rimi? Shu paytgacha sizlarga o't yulib, uylarni tozalab, remont qilib yoki bironta taom tayyorlab videolar ulashdim. Sizga aynan qaysilari yoqadi, kommentariyaga yozib keting. Qishloqdagi qizlarida bugun ko'chada ko'pgina ishlari bor, lekin ertalabki salqin havodan foydalanib, sahnadagi o'tlarni tozalab ketay dedim. Demak, birinchi bo'lib ochilishga boraman va bu ochilish o'zimizning madaniyatimizda bo'ladi. Paxtaoboddagi Polvonmet tarmog'ini ko'pchilik biladi. Banisa apteka va oshxonalariga ega va bugun ular ilk marta qishlog'imizda ham Polvonmet aptekasini ochishyapti. Madaniyatimizda aptekalar ko'p, lekin Polvonmetda bitta afzallik tarafi bor. Ko'p aptekalardan topolmagan narsalaringizni bu yerdan topishingiz mumkin. Masalan, biz Hadicha bilan Moskvadaligimizda 6 oylik paytida yo'talib, o'pkasigacha o'tib ketgan va bizga ukolmas sirop yozgan. Ishoninglar, kechasi kunduzi yo'talib, qiynalib yurgan bola 3 kunda tuzalgan. O'zbekistonga kelib ham istab, originalini topishga qiynalganman va u Polvonmetda bor ekan. Xullas, ochilish yaqinlar ishtirokida bo'ldi. Apteka bo'lsa yaqin bir hafta ichida to'liq holatda to'ldiriladi. Bu yerda ukol dorilardan tashqari farzandingiz uchun pampers, smeslardan ham topishingiz mumkin. Manzilini tushuntiradigan bo'lsam, Madaniyat poliklinikasi, ya'ni oddiy tilda aytganda o'zimizni katta Banisani shundoqqina to'g'risida joylashgan. Qani taxmin qilib ko'ringlarchi, shu o'tlarni necha soatda yulib olaman. Kelinglar sizlar bilan shuni tekshiramiz. Demak, 7:30 da boshladim. Bu taraflarni tozalash uchun albatta perchatka shart, chunki bu yoqda qo'rqinchli hasharotlar ko'p. Ayniqsa o'rgimchakdan juda ham qo'rqaman. Perchatka bilan ish qilsangiz, qo'lingiz yomon bo'lmasligi yaxshi-yu, lekin o'tlarni chala yulinishi va yulayotganingizni qo'llaringiz his qilmasligi yomonda. Bugun opachamlar keladi va biz Andijonni bironta go'zal joyda piknik qilmoqchimiz. Qayerda tavsiya qilasizlar? Iloji bo'lsa aniq manzil bilan kommentariyaga yozinglar, chunki bu boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Bu yerlarni tozalash boshqa joyga nisbatan ozgina qiyinroq bo'ldi, chunki qurib cho'pakka aylangan o'tlar ko'p ekan, shularni ajratib yurganim uchun ko'proq vaqt sarfladim. 7:30 da boshlagan edim, roppa rosa 1 soatda, ya'ni 8:30 da tugatibman, lekin o'zim uchun 2 soatdek tuyulib ketdi. Devorni tagigacha tozalash rejam bor edi, lekin qop-qora kattagina o'rgimchak yo'limdan chiqib qolib, shu joyda tugallashga qaror qildim. Meni bugungi tongim shunaqa boshlandi. Video sizga yoqqan bo'lsa, nima qilishni o'zinglar bilasizlar.
Mana shu uyda remontini oxirgi qismini kutayotganlar tayyor turinglar. Bugun xudo xolasa montajda hammasini yakunlab ertaga ertalab joylashtiraman. Keyin biz bu uydan keyin bu yoqda ham boshlab olganmiz. Devorlari qilib bo'lindi, ukam qildi. Bu yerga poloslar solib, uni videosini ham joylab beraman. Qilingan remontimizni natijasini ko'rishga tayyormisizlar? Ko'pgina obunachilarim bu videoni kutdi va bugun kutilgan kun keldi. Remont asosan opam va ukam ishtirokida bo'ldi. Plintus kraska qilyatib, devorga tegmasin deb qovunchilar skotch yopishtirgan ekan. Devorni ko'chirib chiqsa bo'ladimi? Qilingan xatoni ham amallab to'g'rilab yubordik. Patologni boshida artish kerak edi deb yozasizlar bilaman va sizlar mutlaqo haqsizlar. Patolog meni ishimni ana-mana qilib oxirgi etapgacha sudrabman va amallab artib oldim. Video qisqa, chunki ba'zi kadrlar allaqachon o'chib ketgan. Ko'pchilik kutgani uchun natijani qisqa bo'lsa ham ko'rsatib qo'yay dedim. Remont o'zi boshlangan kuniyoq bitganida Epchil opa-ukalar syomkaga ketganimda bitirib yuborishibdi. Meni bo'lsa videolarni montaj qilib joylashga vaqtim bo'lmayotdi. Remontimizni boshdan oxirigacha guvoh bo'ldinglar, natijasiga baho berib qo'ya olasizlar. Bugun opa-singillar bilan Andijonda piknik qilamiz. Qayerda o'tirish haqida 2 kun o'ylanib, so'nggi daqiqada Bog'ishamoldan o'ta go'zal joy topib oldik. Eski shaharga kelib, opamlar bilan ajraldik. Ular Uziga ketdi. Men bo'lsa dasturxon uchun salat olishga. Salatchida 30 dan ortiq turdagi salatlar bo'lib, zakaz asosida tayyorlashadi va Andijon bo'ylab yetkazib berishadi. Salatlar Arab va Yevropa davlatlarida tajriba orttirgan mutaxassis tomonidan sveji tayyorlanadi. Pikniklarga, to'y, tug'ilgan kun va boshqa marosimlar uchun grammlab, kilolab yokida tog'oralab olsangiz ham bo'ladi. Kelasi haftadan uzun tezkor va boshqa ilovalar orqali onlayn buyurtma berishingiz ham mumkin. Bu haqdagi yangiliklarni Instagram profilida kuzatib boring. Manzil Semashka Kurantdan Krepus Kurgovoyga yurganingizda o'ng tarafda uzun marketni yonida. Oladiganlarimizni olib, opa-singillar Bog'ishamoldagi belgilangan joyga ham yetib keldik. Bizga o'zi shovqinsiz, toza havo va manzarali joy kerak edi. Bu yer aynan biz istagandek kamiga yengil shabada ishoninglar maza qildik. Manzilini so'ramoqchi bo'lganlar uchun men bilmayman, biz ham bu yerga tavsiyaga binoan keldik. Bog'ishamoldagi qaysidir mahallalarda eng tepasi. Ayni shu vaqtda telefonim ham ishlamayotganida miyam dam oldi. Yaqinlar bilan piknik qilishni sizlarga ham tavsiya qilaman. Qishloqdagi qizlarni shu bugungacha daromadi faqat reklama orqaligida va bugun men o'zim uchun yana bitta qo'shimcha ish topdim. Bu ish orqali bir kunda $9 dan $30-35 realniy pul topsa bo'ladi va men bu ishni o'rganish uchun Andijondagi professional targetologlardan biri bo'lgan Maryam bilan ko'rishdim. Instagramda biznesi bor-u, sotuv yo'llarga Maryam o'zini naloglarsiz professional target xizmati orqali klientlarni jalb qilib beradi. Bu bo'lsa sotuvingizni oshirib, Instagram profilingizni yangi obunachi bilan boyitadi. Keling shu yerda sizga mijozlaridan bittasini 30'ini bo'lishay. O'rtoqlarim yozyapti, voy dod portlatib yubordingiz-ku, targetingizni kim yoqdi va shit yonimizdan to'xtamay chiqyapsiz. Targetingiz va shit dahshat aylayaptimi? Bitta emas, ikkita emas, million marta yonimizdan chiqyapti. Faqat siz ko'ryapsiz. Maryam ushbu professional xizmati uchun $9 dan $15 gacha pul oladi. Endilikda siz ulardan bu ishni andijonlik bo'lsangiz offline, ya'ni ko'rishib turib, boshqa viloyatdan bo'lsangiz Telegram orqali lichkada individual o'rganishingiz mumkin. Targetologga ehtiyoj doim bor. Shu sabab buni o'rganib olsangiz ham o'zingiz xizmat ko'rsatasiz yoki boshqalarga o'rgatib ham pul topsangiz bo'ladi. Qolgan ma'lumotlarni Maryamning Instagram lichkasiga yozib, o'zidan batafsil olishingiz mumkin.